Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Qulupnayda Murano navi haqida gaplashamiz. Murano navimiz mana shunaqa cho'zinchoqroq bo'ladi. Boshqa qulupnaylarga qaraganda mazasi bilan, sifati bilan ajrab turadi. Hosildorligi ham o'ta yuqori. Mana shu holatda mana yetilib pishadi. Mayda yiriklik yerga bog'liq. Yer zo'r bo'lsa, yirik bo'ladi. Qo'shlaring hosil 70 ta 80 tagacha bo'ladi. Ko'rib turganingizdek hech qanaqa chirish kasalliklar yo'q. Qulupnayga mana shu shudrinchka, mana shudrilar semirtirish shirin qiladi. Mana tabiiy quyosh nuri, tabiiy asalarilar, yomg'irlar, tabiiy ozuqa hammasi. Ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli pishgan. Agar bunga ortiqcha ximikat, dori-darmon qilsa chirish ko'payib ketadi. Keyingi videomiz qaysi qulupnay haqida bo'lsin? Izohlarda qoldirasizlar.